Kimdir aytadi 100 ming, kimdir 50 ming. Lasettiga ham, Gentriga ham quyayotgan moylar quyib qo'yishyapti. Bunaqa emas, bu boshqacha karotka. Servislarda eshitsam, hozirgi aytayotgan narxdan teng baravardan ham qimmat so'rashyapti-da. O'zini filtri ham bo'ladi, to'lib qoladi, o'zlariga ko'rsatdik. Bu oxirgi muddatida kelishdi deyarli. Bundan keyin uje kech bo'lib ketardi. Korobka bu arzon narsa emas-da. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, moyxonamizda Cherry Pro mashinasini hozir variator bo'ladi, bilasizlar, moyini almashtirib berdik va ozgina mana o'zimiz uchun xuddi laboratoriyaga o'xshab turib, mana ozgina qismini olib qo'ydik. Yurgan probegini bilan yozib qo'yapmiz. Biz shunaqa odat boshladik, xudo xohlasa. Sababi avtomatik korobka moyini necha kilometrda almashtirish kerak yoki necha kilometr yursa bo'ladi degan tortishuvlar bor. Kimdir aytadi 80 ming kilometr, kimdir aytadi 100 ming, kimdir 50 ming. Lekin mana bu mashinaning egasi 45 ming kilometrda kelishdi, to'kdik, qanaqa holatda chiqqanini ko'rdik va mana o'zini filtri ham bo'ladi, to'lib qoladi, o'zlariga ko'rsatdik, mana moylardan olib qo'ydik. Xullas bu oxirgi muddatida kelishdi deyarli. Bundan keyin uje kech bo'lib ketardi, moy kuyib ketardi. Moy mana o'zini xususiyatlarini oxirgi darajasigacha yetib qolibdi, juda ham kuyib ketmagan. Xullas aka, qarang. 45 ming kilometrda yurib keldingiz, biz sizga keyingi safarga 40 ming kilometrda almashtirib tavsiya qilamiz. Endi xuddi Cherry haydaydigan sheriklaringiz, tanishlaringiz, klublar bor. Misol uchun ularga ham bu boshqacha, sizning mashinangizni korobkasi oddiy Gentra trekkerlarga nisbatan boshqacha, variator. Buni bilishmasliklari, shuni to'g'risida qanaqadir tavsiyalar bo'lsa aytib olsangiz, akamiz o'zlari kameraga chiqmayaptilar, lekin yaxshi fikrlarni aytmoqchilar. Assalomu alaykum, hurmatli cherrychilar. Ulug' ayyom kunlarida hammalaringizni ro'za Ramazon bilan tabriklayman. Avvalo men bu hozirgi kommentariya qilayotgan ukamizni to'g'ri tushuninglar. Ro'za Ramazonda menga hech kim bo'lmaydi, hech qanaqa manfaat ham yo'q. Bu xolis Alloh uchun berayotgan maslahat. Fikr o'zimda fikrim. Haqiqatan ham 45 ming kilometrda variatorda yog'ini almashtirish kerak bo'lib qoldi. O'zim ikki tushashdan eshitib qoldim, bo'lmasa bilmasdim. Keldim, bir ikkita nimalarga bordim. Servislarda eshitsam, hozirgi aytayotgan narxdan teng baravardan ham qimmat so'rashyapti-da u narsani. Juda ham qimmat. Hozir mana 1 millionga hamma yo'q ichida almashdi, variator yog'i polniy xizmati bilan almashdi. Bu bolalarni eskidan o'zim bilaman. Bu reklama emas, lekin bu nima deydim? Eski mijozimiz sizda. Eski mijozman bularga. Insofli bolalar, haqiqat diyonatli bolalar. Hammasi tomonlama yaxshi, sifatli, yog'lariga ham, o'sha mahsulotlariga ham gap yo'q. Hali shu paytgacha birorta e'tiroz bo'lmagan, masalan men o'zimda. Hamma yo'g'i gap yo'q. Aldash yo'q, yolg'on yo'q, boshqa yo'q. Tavsiya qilaman bu bolalar, lekin gap uni tavsiya qilishda ham emas. Gap haqiqatan ham servisda juda ham yuqoridaligi, boshqadaligi. Men ham o'zim aytishyapti, hozir 30-35 uzog'i maksimum, lekin bu 45 minutcha o'tkazib ham boribman. Bularni yaxshi tavsiyalarni oldim. Bundan keyin nima qilaman? Bularga amal qilaman. 40 ming kilometrda nima orientir olaverasiz. Gilamli masala albatta to'g'ri va tushadigan moy tanlash. Ya'ni o'zini dopiska, o'zini. Ko'pchilik men eshityapman-da, nimaga Lasettiga ham, Gentriga ham quyayotgan moylar quyib qo'yishyapti. Bunaqa emas, bu boshqacha korobka. Ehtiyot bo'lish kerak. Tez qo'zg'almaslik kerak, tez bosmaslik kerak. Shuna tomonlarini ham misolcha aytib turamiz. YouTube'da videolarimizga qo'yamiz. Xullas, akamizning xizmatlarini qilib berdik. Cherrychilar bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ysalaring, fikrlarni kommentariyaga yozsalaring. Endi korobka bu arzon narsa emas-da. To'ppa-to'g'ri. Bu kalotka yoki mana motorda ochib qo'yadigan narsa emas. Ancha qimmat narsa, ertaga sizni uzog'ingizni yaqin qiladigan toychog'ingiz bitta joyda yotsa, keyin ishingizdan o'tadi. Shu narsalarni aytib qo'yapmiz. Men ham qo'shimcha qilib qo'yay. Bu haqiqatan ham bularga kelsalaring mana usta sifatida takliflarni beradi, variantlarni beradi. Aka mana munchadan, endi hamma ham beradi, to'g'ri-ku? Hamma sifatini tushunadi, ichiga kirib olganlik. Chala nima emasda, mutaxassis emasda, mana bunaqa deb to'g'ri, ochiq oydin hal qiladi. Valigi ko'nglingiz yorishib, davolni bo'lib chiqib ketasizda. Shuning uchun men juda xursandman bolalarning nimasidan, omadlarini bersin. Boshqa cherrychilarni ham shunga o'xshaydi, mana Jetavr boshqalarni ham mana shu va deyarli bir xil, prinsipi bir xil. Shu aeroport o'zi Farg'ona shahrida joylashgan eski Farzona hozir Rizvon bo'lib qoldi. Rebranding qilganmiz. Ikkita servisimiz bor, ana Davr salada oldida. Bir kelib ko'ringlar. Xudo xolasa o'zlaring iqror bo'lasizlar. Xudo xolasa, yaxshi. Omadlarni bersin. Siz ham yoqda o'zi qimmatini tanladilar o'zi aslida. Bu narxda biz yana ham yengilroqlari bor, misol uchun koreyskiylari bor. Men sizga germanskiysini tavsiya qildim. Davay, berib bosdilar. Mayli, xudo xolasa yana buni 200 ming, 300 ming sizdan keyin jiyanlar, nevaralar hamma beni foydalanasiz, sizdan kattalar, xudo xolasa. Sizlar ham xudo xolasa. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling.